Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun iyun holatidagi ishlarimiz, ichkaridagi holati, mana tepadagi holatini yaqindan ko'rib turibsizlar. Qanday holatdagi chiqib turganini, ichkaridagi holatini ham chiroyli holatda ko'rsatib beramiz. Mana mashinalarimiz tomonlarda ochiqda turibdi. Kamazlar xudo xolasa usti kamaz chiqib ketdi. Mana tomonda havolarimiz turibdi. Bundan ichidagi holatda ishlar qanday chiqyapti yaqindan ko'rsatib beramiz. Chiroyli holatda dastavka qilib beramiz. Ichkaridagi holatini ko'rsatib beramiz. Taraf tomonda mashinalar ochiqda turibdi. Xom g'isht kerak deganlarga xom g'ishtda xudo xolasa chiroyli holatda 350 so'mdan joyida yuklatib beramiz. O'zimning texnikam bor deganlarga, texnikasi yo'qlarga dastavka kelishilgan holatda bo'ladi. Mana ichkaridagi holatni mana ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda, qorong'u holatda olinib turgan hisobiga ozroq yaxshi ko'rinmay turgan bo'lishi mumkin, lekin mana holati o'ta a'lo darajada. Mana ovozini eshitib turibsizlar. Mana g'ish nima deyapti? Bu tomondan u hech qanday nima qilmagan holatda ham shuni olib uyushtirsa, mana shu holatda bo'ladi. Sizga mana shunday g'ishlar kerak bo'lsa, vodiy bo'lib 3 mingta, 4 mingta, 5 mingta, 6 mingta, 10 mingtalik mashinalargacha xudo xolasa chiroyli holatda yetkazib beramiz. Mashinalarimiz xudo xolasa butun vodiy bo'ylab dastavka qilib beriladi. Xomushlarimiz mana holatlarini ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda turibdi. Xomushlarimizni ham Bog'dod, Rishton, Oltiariq, Marg'ilon, Yozyovon, Buvayda, Uchko'prik tumanlarigacha chiroyli holatda yetkazib beramiz. Bemalol olib chiqishlari mumkin.